Qimmat mahsulotlar solinmasa retsept o'xshamaydimi? Arzon retseptlarni o'rgatsam sizlarga umuman yoqmaydimi? Hammani qo'lidan keladigan retseptlarni ko'rsatsam buni nimasi yomon? Bir tiyinga qimmat retseptim sizga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. Siz bu shirinlikni bilasiz. Onajonlarimiz yoshligimizda pishirib bergan o'sha skaska ruleti. 250 gramm qaymoqqa 100 gramm zgushenka solamiz. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin ustalariga strichimizni tortamiz va 1 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Uni orasida biskvitimizni tayyorlaymiz. 6 ta tuxumimizni chaqib olamiz, oqini ajratib sarig'idan. Shunaqa oppoq ko'pik bo'lgandan keyin shakarlarimizni sekin-sekin solamiz. Xumog'i qattiq penka bo'lishi shart emas. Ketidan sarig'ini ham solib, sekin-sekin unimizni ham solamiz. To'liq retseptni yozib qoldiraman. Mikserde bemalol aralashtiring, hech narsa qilmaydi biskvitingizga. Massani teng 2 ga bo'lib, yarmiga kakao soldim. Siz unaqa qilmasangiz ham bo'ladi. Bu shart emas. Bu xohishga ko'ra qilinadi. Tayyor massamizni pergamin solingan listimizga bir tekisda yotqizib olganimizdan keyin 180 gradusga duxovkaga jo'natamiz. 25 minutda shunaqa pishib chiqadi. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Bu eng oson desertlardan bittasi. Issiq biskvitimizni sochiqqa o'rab qo'yamiz. U soviguncha bu yoqda kremimizni tayyorlab olamiz. Sekin оборотda kremimizni tayyor qilib, shunaqa quyuqqina massa qilib olganimizdan keyin bu yoqda propitka uchun iliqqina suvimizga zgushenkani solib olamiz. Biskvitimizni ichlariga shunaqa bir tekisda propitkamizni surib olamiz. Keyin uni ketidan kremlarimizni ham sursak bo'ladi. Kremimizni ustidan xohlagan mevamiz yoki shokoladimizni solsak bo'ladi. Bu endi o'zingizning xohishingizga ko'ra. Ruletimizni shunaqa bir tekisda o'rab olganimizdan keyin ustalarini yana propitka qilib chetlarini kesib olamiz. Chetini kesib olganimizdan keyin ustiga kremlarini surib olamiz bir tekisda qilib. Ruletimizni ustini xohlaganimizcha yasatib olsak bo'ladi. Bu endi o'zimizning fantaziyamizga bog'liq. Bir tiyinga qimmat, arzoncha retseptlarim sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana qanaqa pishiriqlarni pishirishimni retseptlarini qo'yishimni xohlardingiz? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men uchun sizlarning har bittanglarning fikringiz juda ham qiziq.